Bizda ulama qilish boshlandi. 4 xil pianovitniy gulimizni hozir bitta ko'chatni o'ziga payvand qilamiz. Bir tubni o'zida shu 4 xil gulimiz ochiladi. Gullarimizdan mana shulardan pindiy olamiz. Shuning uchun bular qirqilmagan. Aslida bular qirqib tashlab yuborishimiz kerak edi gullarini. Bizga ustidagi guli hozir muhim emas. Olib tashlashimiz kerak edi, lekin mana bu ko'chatlardan hozir pindiy olishimiz kerak. Shuni hisobiga qirqilmagan. Bularda gulni shaklidan kelib turib chiqib payvand qilinadi, emasam har xil xunuk bo'lib qoladi. Deylik, mana bunday to'g'ri ochiladigan gulga pianovitniy gulni aralashtirib bo'lmaydi. Tashqi ko'rinishi xunuk bo'lib qoladi. Ko'rinish jihatidan atlasni ham bo'lmaydi. Gulda razmeri, hajmiga chiqib turib payvand qilamiz. Va miniatyr gulga ham buni qo'shib bo'lmaydi. Orasida miniatyr gul qolib ketib qoladi. Kuzatib boringlar.